Hop aka, endi buni narxini necha qilib chiqaramiz? 28 qo'yaylik. Yo 28 chiqsa qimmat, 22 qilaylik aka shuni. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz aeroport hududida kelganmiz. Meta sotiladigan joyimiz chiqyapti. Fasad uzunligi 22 metr, ichki uzunligi 55 metr bo'lyapti. Umumiy 12 sotixdan iborat. Hop, mana lokatsiyamiz yonimizda armatura zavodi joylashyapti. Bu tomonimizda mana Turon beton zavodi bo'lyapti. Turon beton zavodi oldidan shunday o'tib turib, o'ngga burilganimizda 50 metr masofada joylashyapti. Katta yo'lning yonida mana o'zining alohida tepalari bor. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Bizga kirganimizda hovlimizning fasadi ham to'rt burchak holatda bo'lyapti. O'rtadan ikkiga bo'lib turib foydalanishyapti. Bu tomonimizdan ishlabga blok ishlab chiqarish qilib foydalanilyapti. Hozirgi kunda ustanovlari bilan kelishilgan holatda beraveramiz deyapti egalari. Bu tomonimiz ham to'rt burchak holatda joylashyapti. Bu yerdan hozirda gaz blok ishlab chiqarish qilib foydalanilyapti. Ro'paramizda sanuzelimiz joylashyapti. Yoniga konteyner qo'yib turib ofis qilib olsa ham bo'laveradi. Bilasizlar, bu hududda gaz va svetdan umuman muammo yo'q. Mana suvlarimiz ham alohida olib berilgan, ham qachaykadan tortilgani ham bor. Gazimiz o'tirib qo'yilgan. Svetlarimiz bu hududda bilasizlar deyarli o'chmaydi. Juda ham yaxshi holatda. Soliqdan ham chegirmasi bor bu joylarimiz. Hop aka, endi buni narxini necha qilib chiqaramiz? 28 qo'yaylik. Yo 28 chiqsa qimmat, 22 qilaylik aka shuni. 25 beramiz masalan. 24 kami bor, ozgina sunnatiga o'tib beramiz. Bo'ldi, 24 sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Bo'ldi aka, stanogimizni necha pulga beramiz? Joyda olganga 4 mingga berib yuboramiz. Bo'ldi, biz ham ishchilaring mana 24 ming kami bor deyapmiz. Sunnatiga o'tib beramiz deyapmiz. Ozgina va stanogini ham joyimiz olganga 4 mingga alohida berib yuboraman deyapti. Qo'shib egalarning telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bemalol kelib ko'rib baraka qilishlaring mumkin.